Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr va dekabr oylariga yangi qabullar, yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Assalomu. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda noyabr oyiga yangi reyslar, yangi yo'nalishlar va dekabr oylariga ham, ya'ni sanalar, polyotkalar chiqdi dedingiz. Hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida aytib o'tib ketsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Gastnitsa oralig'larimiz Madinada 150-200 metr oralig'ida, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Xudo xolasa. Ovqatlarimizdan o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal ovqat beriladi. Ya'ni hozirgi kunda mana shu reyslarimiz qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Xo'p, reyslarimiz Vodiydan, Farg'onadan 22-chi, 25-chi, 29-chi kuni promoy reysimiz, Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Namangandan esa haftada bir kun, Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Ya'ni mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga xohlagan kunlarga bemalol joylarni bron qilishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarini bron qilishlari mumkin. Biz sizga ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz azizlar. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik ziyoratchilarimizdan ko'proq tushadigan savollar, ya'ni sayohatlar va ziyoratlar, ibodatlar qanday bo'ladi? Shularni ham bir qota aytib o'tib ketsak. Xo'p, bizni 50 boshlarimiz tomonidan sayohatlarga olib chiqiladi. Qizil dengizga, Arafat tog'i, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonalariga olib chiqiladi 50 boshimiz tomonidan. Xudo xolasa. Keyin yana bir yangilik, xudo xolasa dekabr oyiga maxsus paket qilib belgiladik. 10-dekabr, 24-dekabrga maxsus paket qilib reys chiqaryapmiz, xudo xolasa. Chiroyli. Qayerdan bo'ladi aka u? Farg'onadan bo'ladi, Vodiydan. Farg'ona Madina reysimiz. Madina reysi bo'ladi. Maxsus reys bo'ladi bu. Hurmatli obunachilar, ya'ni dekabr oyida agar ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 10-dekabr va 24-dekabr sanalariga Farg'ona Madina to'g'ridan to'g'ri parvozlarda amalga oshirish imkoniyati bor. Bu maxsus paketimizning qulayliklari qanday bo'ladi? Xo'p, qulayliklari gastnitsa oraliqlarimiz yaqin bo'ladi. Qancha bo'ladi? Xo'p, Makkada 500-800 metr oralig'ida bo'ladi. 500-800 metr atrofida bo'ladi. Demak, bemalol piyoda ham borib kelishlari mumkin. Bemalol piyoda borib, bemalol borib kelishadi. Tushunarli. Xo'p, Madinadachi? Madinada o'sha 150-200 metr oralig'ida, Makkada yaqin bo'ladi gastnitsamiz oralig'i. Demak, bundan tashqari avtobus xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Bor, avtobus xizmati. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda hoziroq mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga tayyor bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilib, bemalol xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olishlari mumkin. Va albatta kanalimizda mehmon do'stlar like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarda videomizni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar. Qahramon aka, endi kulminatsion jarayon bu narxida bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda aytib o'tib ketgan sanalarimizga narxlarimiz necha pul belgilandi? Noyabr va dekabr oylariga. Xo'p, hozir noyabrga Vodiydan 1050 dollar, Toshkentdan esa 1000 dollardan belgilaganmiz. Endi noyabr tugab, dekabrda aytgan chislalarimizga narximiz 1100 dollardan. Maxsus paketlarimiz uchun 1100 dollardan narxlarni qilib beriladi. Shunday. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni Farg'ona, Namangandan bo'lsa, kelib ofisimizga to'lov qilishlari mumkin. Vodiydan bo'lsa, o'zlariga yaqin banklardan to'lov qilishlari mumkin. Biz Telegram orqali, WhatsApp orqali chiqsa, shot raqamlarimizni beramiz, bemalol to'lovlar bank orqali. Ya'ni o'zlariga yaqin bo'lgan bank orqali to'lovlar amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari o'zimizda rasmiy kassalar ham bor. Rasmiy kassalarda ham bemalol mana shu ofisda ham to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Ya'ni so'mda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bilan safaringiz juda ham chiroyli bo'ladi. Telefon qilinglar, ekranda raqamlar qoldiramiz. Albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Olijanoblar kanali bo'ldi. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.